ota-ona va arzon, lekin sharoiti zo'r joydan umraga jo'nataman degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa aynan shu video sizlar uchun. Bugun biz Hikmat Travel'ga yetib kelganmiz. Abdug'ofur akaning yoniga. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Ko'pchilik videoni oxirigacha ko'rsalar, endi narxini aytamiz deyapti. Aynan biz obunachilar uchun videoni boshidan sana va narxlarni sizlarga to'liq qilib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Abdug'ofur aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli podpishchilar. Xudo xolasa aka, arzon deb qo'ydim, sharoiti zo'r dedim aka. Ko'pchilik odamlar o'ylayaptiki, arzon bo'lsa bular litsenziyasi yo'q deyapti. Shunga bitta to'liq qilib ma'lumotini bersiz aka. Hikmat Travel litsenziyalarimiz bor. Bemalol yo'lga urib ko'rishlari mumkin. Bundan tashqari mana birinchi narxini aytamiz-da. Hamma oxirigacha cho'zadi, narxini aytmasdan biz boshida narxini aytaylik. Haqiqatda ham arzonligini. Mana iyun oyiga Toshkent-Jidda yo'nalishimiz bo'yicha reysimiz bor. Buning sanalari 28-iyun, 29 va 30-iyun kunlari narxini $995 qilib beramiz. Zo'r. Toshkent-Jidda iyun oyiga 28, 29, 30. Vodiydan boradiganlar uchun Farg'ona-Jidda primoy reysimiz 30-iyun kuni $1025 qilib beramiz. Zo'r. Keyingi oyiga yoki avgust oyiga boraman deydiganlar uchun hozir iyul oyini chislovlari chiqqan. Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha 2-chi, 6-chi, 9-chi, 13-chi, 16-chi, 20, 23, 27, 30-chi kunlari iyul oyiga Toshkent-Jidda. Buni ham $995 qilib beramiz. Kunora reyslar bor ekanda, xudo xolasa. Xudo xolasa. Farg'ona-Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz Vodiydan bormoqchi bo'lganlar uchun iyul oyiga 3-chi, 7-chi, 10-chi, 14-chi, 17-chi, 21, 24, 28, 31-iyul kunlari $1035 qilib beramiz. Zo'r. Endi bundan ham chegirma olmoqchi bo'lganlar uchun buni ham aytib o'tamiz. Bir yo'la narxlarni hammasini tushuntirib o'taylik boshida. Xo'p, 3 dan ortiq, bitta oiladan 3 kishidan ortiq boradigan odamlar uchun mash summalardan yana $10 chegirma qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Mana narxini boshida aytganim uchun bitta laykni bosib qo'yinglar. Yana $10 dan chegirma bo'lgani uchun yana bitta laykni bosib qo'yinglar. Aka, shu joyda narxi arzon bo'lsa, periodga bo'ladi, mana ota-onam qiynaladi deganlar uchun qanaqa periodga umuman bo'lmaydi, xudo xolasa. O'shancha aytyapmiz. To'g'ridan to'g'ri bo'ladi. Farg'onadan borsa Farg'ona-Jidda bo'ladi, Toshkentdan borsa Toshkent-Jidda bo'ladi. Primoy reys bo'ladi. Qaytsa ham Farg'onadan ketgan bo'lsa Farg'onadan bo'ladi. Farg'onaga kelishadi. Farg'onaga kelishadi. Xudo xolasa. Gap yo'q. Endi sharoitlarini tushuntirib bersiz aka. Xo'p bo'ladi. Madina-i Munavvarada 100-200 metr bo'ladi uzoqligi, xudo xolasa. Gastinsamiz nomi Divan al-Hijra va Meroj Toyiba. Makka Mukarramada uzoqligi 800 metr gastinsamiz. Sama al-Misk va Rayyon. Rayyon Jivon mehmonxonasi. Xo'p, Madina-i Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madinada 5 dan ortiq, Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlar va Qizil dengiz sayohati ham buni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari ko'pchilikni qiziqtiradigan savol 50 boshi. Iloji boricha xudo xolasa 50 boshlarimiz aeroportdan birga borib, birga kelishadi inshaalloh. Keyindan tashqari firma tomonidan beriladigan narsalar kamzil, bejik va so'mka beriladi. Vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz va 5 litr zamzam suvi ham qaytishlarda qo'shib beramiz. Endi to'lovlar masalasi bo'yicha to'lovlarni qanaqa qilamiz deydiganlar uchun respublikamizning 3 ta viloyatida ofislarimiz bor. Xo'p, Andijon, Farg'ona, Toshkent. Xohlaganlariga qaysi bir yaqin bo'lsa shunga borib, ofisimizga borib uchrab bemalol to'lovlarni kassalarimizga qilib, kvitansiyalarni olib ketishlari mumkin. Yo bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun shu nomerlarimizda WhatsApp, Telegramlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib, bizdan so'rasa nima zarurligini aytamiz, pasportlarni tashlab bersa, joylarni bron qilib qo'yamiz. Bemalol uchib ketishaveradi, xudo xolasa. Zo'r. Gap yo'q. Videoda boshida aytdingiz aka, hali videoga olishni boshlamadik. Vodiydan kuzatadiganlarga o'zi musofirda yurgan bo'lsa, bolalari, akalari yurgan bo'ladigan bo'lsa, agar bizdan umra safariga to'lov qiladigan bo'lsa, xorijdan turib borib tabriklab kelamiz deb bitta to'liq qilib tushuntirib berasiz aka shuni. Bemalol mana shu Andijon, Namangan, Farg'ona bo'yicha masalan ayami, mana nomini tabriklab kelinglar deydiganlar uchun shu sertifikatlarni chiqarib, gul olib, chiroyli qilib borib tabriklab, onalarni tabriklab yoki otalarni tabriklab kelish xizmatimiz ham bor. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaveringlar. Chiroyli qilib tabriklab, litsenziyalarni berib kelamiz, xudo xolasa. Biletlarni.
Gap yo'q. Zo'r, xudo xolasa. Pastdan nomerlar qoldiryapmiz. Hozir telefon qilinglar. Sizlarga yanada to'liqroq ma'lumotni berishadi. Xudo xolasa Abdug'affor aka, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Obunachilar telefon qilsa, chiroyli narxlarda qilib berasiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ko'pchilik bo'lib boradiganlarga ham mana chegirmani zo'rlari bo'ldi. Telefon qilinglar, xudo xolasa. Litsenziyalangan firmadan arzon, lekin ishonchli firmadan bormoqchi bo'lganlar uchun shu videoni tayyorladik. Sifatlisidan, xudo xolasa. Umuman muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa yuzimiz yorug' bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka, sizga ham kattakon rahmat. Rahmat.